Nusi Lady taxallusi bilan Instagram yurg'izayotganimga naqd 2 yil bo'ldi. Instagramimda yurg'izishimdan maqsad kimlargadir maqtanish yoki o'zimni ko'z qilish emas, noldan ko'tarilayotgan bir mamashaning taqdiri haqida. 10 oylik chaqalog'im bilan ham uy ishlari, ham chaqalog'imga qarab o'zimni rivojlantirib, bizneslarimda yurg'izishim ko'p onalarga motivatsiya bo'lgan. Xitoydan birinchi qo'l bo'lib tovar olib keltirib, uyda o'tirgan holatda noldan biznes boshlash bo'yicha kuratorman va shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarim bor va uyda o'tirgan holatda onlayn magazin ochgan o'quvchilarim rosa ham hozirgi kunda uyda o'tirgan holatda yaxshi daromad topib kelishyapti. Kimlargadir bu gapim sarob ko'rinar, lekin bu haqiqat. Internet rivojlangan payt bu internetdan unumli foydalanib qolish kerak. Nima dedinglar? Qisqa fursatda juda ham ko'p natijalarga erishdim. Misol uchun, YouTube'da 100 mingta obunachi bo'lganim uchun YouTube meni kumush knopkasi bilan taqdirladi. Va obunachilarim Nasiba otangiz Koreyada bo'lsa, bizga ham olib kelishsin yoki kosmetika biznesi bilan shug'ullaning, kosmetikalarni yaxshi tushunasiz. O'zbekistonda original koreys kosmetikalarni topish juda ham qiyin deb talab juda ko'p bo'ldi. Bilarni inobatga olgan holatda naqd Koreyadan 100 kilo kosmetika sotish uchun zakaz qildim. Hech kim boshlanishiga birdaniga 100 kilo kosmetika bilan boshlamaydi, lekin men biznes ichida sohasida yurganligim uchun ham qo'rqmasdan 100 kilo tovarni zakaz qilganman. Kosmetika sotishni boshlaganimga hali 1 oy ham bo'lgani yo'q. Allohga shukr, sotuvlarim juda ham yaxshi. Siz harakat qilsangiz, Allohda o'zi rizqingizni berar ekan. Va siz ham menga o'xshab uyda o'tirgan holatda pul topishni xohlasangiz, o'zim Xitoy kursimga sizni taklif qilaman. Xitoy kursimda zakaz qilishni va onlayn magazin ochishni o'rgataman. Qizlarjonlar, menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Noldan birga rivojlanishni boshlaymiz.